Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xalqiston Respublikasi Beruniy tumani Beruniy Bozor tushiramiz xudo xolasa. Bugun 24-may, haftaning dam olish kuni. Dam olish kunlarini kuzatuvchilarimiz kanalimizda. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qolinglar. Qani ketdik. Bozor. Assalomu alaykum. Bozorning ichini tushiramiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Adamda şunday göre. Her daim buday birinchi ishlardan tushirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Allohning salomatli. Kesinlikle ekan bu ishlar? 8 ming. 8 ming. Ular ne vaziyda? To'rda bor, to'rda. Hozir 11 ming. 11 ming so'm ekan mana. Bunga ko'rasizlar, bevosita ko'rishdi. 8. Ketdilar. Ko'pchilik hozir mavduga oqjo'xarjida. Mana jigarlancha so'm ekan. Ha? 9 ming so'm. Davom etamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshisizmi? Ularni bir aytib bersangiz. Ular her türlü ama 130 ming, 25 kilo. Kepekler 90 ming. Fiyat ne? Fiyat 150 ming. 150 ming so'm. Kelarasiz har doimday shukrlakan mana. Bozorning ichiga kiramiz. Bir bozor sanğallar bo'lsa bir like'larni bosinglar, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Kaçka bezdan narxlarni aytaveramiz. Assalomu alaykum, kaçka bezdan narxlarni aytaverasizmi? Kaçkalar 8 ming, gashirlar 3 ming, piyozlar 2 ming. Bu kaçka? 8 ming, buna kaçka 7 ming. Bu kaçka 7 ming so'm. Keremler var 2,5. Balgar buruşlar 13 ming so'mdan. Bediremler 6 ming so'm. Aha, sağ olasın deysin. Ha, kelarasiz shu yerda. 7 liradan beri veramiz. Optim yetkazib beramiz. Telefon nomer aytaman, optim yetkazib. 99'luk Aha. 035 23 78. Shu nomerlarga aloqaga tushirasizlar, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Qaysi kanal? Ketdik. Beruniy Bozor kanal. İyi pazar. İyi pazar. Adam ko'p pazarda. Assalomu alaykum. Her daim buday. Yoqda ne gap bor ekan hozir ko'rib o'tamiz. Endi tovuq bozorini ko'ramiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Her daim buday. Tovuq bozorida adam ko'p. Savdo olib turgan ekan. Endi qancha so'm ekan? 400 aytyaptir. Bular ne? Tovuqlar. Tavuklar 250 aytamiz, aytılığı. He, aytılığı. Xorazmcha so'm bo'ldi. Xorazm var. 250 ming so'm. Dakanmi bu? Dekan Xorazm. Qancha so'm bo'ldi sizlarga? 20 ming so'm. Necha kunlik bu? Bir oydan o'tdi. Kucuceler ne? Assalomu alaykum. 23'ten. 23'ten. Qancha so'm? 50 kunlik mi? Ekan kucucelerni hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu bozorga kelaverasizlar. 705 xizmati bormi? Ko'proq Yüz etrafında bolsa var. Bir gençlik gelemem. Urganchdan kelasizmi? Yüz etrafında bolsa gelemem. Telefon nomeri aytavering. 93 540 57 15. Shu nomerlarga aloqaga chiqinglar, kucuceler. 705 xizmati ham bor ekan. Xorazmga kelayotgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizningcha necha so'm? 17 beramiz. 20 kunlik kuchi 17 ming so'm. Kuzatuvchilarimiz har doimday somsa, tandir somsa shashliklar mana kelaverasizlar. Shu yerda ichkarida yeb ichib o'tirishingiz mumkin. Mana San'at bir ekan, boy ota.
Her daim oday. Kelaverasizlar hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xizmatda. Mana uchurt bo'yotir jujaning usti. Jujaning usti uchurt bo'yotir mana. Assalomu alaykum. Nechadan keldi bular? 5000 dona. Uchurtda odamlar turibdi уже mana. Kelar kelmasa. Şunda bunu pencereden para verdi bana. Bırak ananı. Kırınlar ha. Evet, kopamadı. Evet.